Mana bu koloduslarni yangi qilib, asfaltni kavlab, mana endi asfaltni qo'yapti balla. Shu bizning ishimiz kolodus almashtirish shu yo'llarga. Hozir Domodedovoda bizda Domodedovoda koloduslarni almashtiryaptik, mana yo'llarni girdim. O'rtaga turba tashlab, mana plastmassa, katta jelez, katta turbadan ichiga plastmassa turba, plastmassa bilan jelezda o'rtasi beton bo'ladi. Temir bilan buni o'rtasiga beton quyiladi. Mana shunday qilib, mana yangi kanalizatsiyalarni qo'yibdi. Suvdiki, yo'ldikida yomg'ir yoqqanda ketish kerak. Mana shunday qilib ishlayotibdik. Shunaqa gaplar, jigarlar. Zo'rmisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Hamkasblar qalaysizlar? Yomg'irmi, qormi bozo'roq ekanda. Qarg'alar. Salafan giydirib qo'ydi mana ki o'zbeklarga. Yomg'ir yog'yotibdi. Shunday qilib mana boziyotibdik. Traktörda motochasi 7784. Mana shunaqa gaplar, jigarlar. Ishlaringizga omad, sog' salomat bo'linglar, hamkasblar. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Hazrat Davudlarni qo'llasin. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Omad, gazini bosinglar, jigarlarim.